Matka ham yo'q, qin ham yo'q. Bu qizni 20 yosh qiz, chekka qishloqdan yangi turmush qurgan qiz murojaat qildilar. Onalar bilan kelishdi ular. Onalar bilan kelib, aytishdi, что jinsiy aloqa hali bo'lmadi. To'yimizga 3 kun bo'ldi. Biz hozir hayz hali kelmagan, shu yoshgacha, 20 yoshgacha hali hayz kelmagan ekan. Anamiz yig'monman mavladan, hammasini yozibman. Ular aytishyapti, что hali hayz kelmagan, turmush qursa keyin kelib ketadi deb o'ylaganlar onalari. Men ham anamizni yig'dimda, keyin yuring, men sizni birinchi navbatda UZI qilaman, keyin kresloda ko'raman dedim. Qizlik pardasi nima uchun jinsiy aloqa bo'lmayapti. Keyin UZIga olib kiraman, ko'z bilan qarayman, ishonasizmi? Matka ham yo'q, qin ham yo'q. Bu qizni 20 yosh qiz, matkasi ham yo'q, qini ham yo'q. Men onalarga aytvaman, hayz vaqtida kelmaganda nimaga murojaat qilmadinglar? Bizda unaqa chekka qishloqda UZIlar ham yo'q. Bizda aytishadi, что turmush qursa hayz keladi deb o'ylashar ekan ular. Shuning uchun shifokorga murojaat qilmaganlar. Bu juda ham tragediya bo'ldi oila uchun, turmush qurgan yangi kelinchak uchun. Men bu bemorga keyin tushuntirdim, plastika qilib qinni yaratishimiz mumkin. Ammo bachadonni biz yarata olmaymiz yoki buni operatsiya qila olmaymiz. Agar bu qizni onasi vohliroq shifokorga murojaat qilganda, bunaqa to'ydan keyingi muammolar yuzaga kelmasdi.